Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 19-avgust hafta kuniga chorshanba 2026-yil bozorimizdan obzorimizni boshlab oldik. Xudo xolasa chiroyli qilib. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlar uchun layklarda, kommentlarda ayamayotganlar uchun katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan va hammamizdan. Bugun chiroyli narsalar qo'yib, xudo xolasa obzorimizni boshlayveramiz. Bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi obzor qiladigan narsamiz Bolgariya sifati. İşte tumbichkasi ham bor. Buning ichida deyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Bo'lgasi tushib ketibdi. O'lgalarigacha boshlab kichkina bo'lishiga qaramasdan, balki original bolgariyaniki yaxshi holatda turibdi. Ketkalarigacha bor. Zavod holatda. Hattoki materiallarigacha raznoy. Taylari, matraslari raznoy bo'lib turibdi. Bu yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Alohida. Hop. Razmerlari 82,5 yo 83 ga, uzuni 1,90 bo'ladi. Hop, bundan ikkita va ikkita tumbichkasi bor. Holati bor, siz o'ylamagan holatda nerealniy tiniq turibdi. Yonlarini qarang buni. Tomonlarni qaranglar. Orqa tomonlarigacha toza pokiza bo'lib turibdi. Bu narsamiz taklanadi ham. Bu degani Damas mashinangiz bo'lsa ham sirib ketaveradi. Kelib olib ketsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, ikkitasining narxi ikkita tumbichkasi bilan 2,200,000 so'm. Arziydimi yo'qmi kommentariyada o'zingizda chiroyli fikrlarni qoldirib ketinglar. Kutaman xudo xolasa. Oyoqlariga bitta e'tibor beramiz. Faqat chiroyli mebellar obzor qilyapmiz. Bir like qizartirib qo'ying. Bepul. Hop. Abdeni alohida bitta spalning istoqa bu Ruminiyada ishlab chiqarilgan. Bu ham xuddi o'shanaqa taklanadi. Hop, endi holati jam unaqa zo'r bas. Hop, bu ham Damasga sig'adi. Hop, narxi 600,000 so'm, puliga yarasha. Hop, bunimiz Germaniyada ishlab chiqarilgan. Nemis mahsulot. Bu ham taklanadi, bu ham Damas mashinasiga sig'adi. Eng qizig'i buni tagi bunaqa prushinali. Bunday material radnoy turib qoplanmagan holatda. Oyoq tomonlari, yonlari, orqa tomonlari. Hop. Bu Germaniya mahsulotimizning narxi ikkitasi bo'lib 1,300,000 so'm, ya'ni 650 mingdan tushadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bular dastavkasi отдельный bo'ladi. Agar mabodo jo'natib yuboring degan bo'lsangiz, endi dastavkasi ichida boriladi. Dastavka ichida qilib beramiz. Hop, kirishimizga chiroyli chesterimiz bor. Holatlari go'zal bo'lib turibdi. Tortmalar ochib yopilishi joyida. Yuzlari akril bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Narxi 400,000 so'm. Aloqaga chiqaverasizlar. Spalni komplektimiz. Hop, razmeri adashmasam 1,70 ga, uzuni 2 yo 2,10 bo'ladi, yo 2 yo 2,10, lekin endi 1,70. Hop, ikkita tumbichkasi bor, shkafi bor. Shkafi ham ajoyib, neobычный shkaf bo'ladi. Ichki holatlari. Tomon polka qatori. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta polkasi bor. Kamchiligi yo'q. Bu Turkiya fasonida ishlab chiqarilgan bu. Ichki holatlari, vishilgasi qolib ketib qolibdi, qo'yib beramiz. Ustidan xavotir olmanglar. Pastda ham polka bor, tepada ham polka bor. Hop, shvanerimiz shu yon tomonida qo'shimcha polkalari ham bor. Hop, bu dekoratsiya uchun bir narsa qo'yishingiz mumkin yoki kitob terishingiz mumkin. Qolagan narsangizni qo'yaverasiz, qolagan maqsadsiz ishlataverasiz. Hop, tumbichkalari ham ixchamgina bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Hop. Bunimizning narxi vodiy bo'ylab dastavkasi bilan bo'lib 3,5 million so'mga beraveramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi, faqat dastavkasi.
aloqaga chiqaverasizlar. Hop, mana ikkita chaynak qoldi. Hop, keyin ugalovimiz bor, kattasidan bu. Adashmasam 430 ga 230 bo'ladi, agar undan katta bo'lmasa. Xoni ham MDFdan bo'lgan. Original narsa 100% MDF. Hop, stoli ham xom bo'ladi. Mana u oyog'ini shunday yotqizsangiz, pasayib xom bo'ladi. U tomonda oyog'ini ham qo'shimcha qilib yotqizasiz. Ikkita pufigi bor. Materiallari mo'yshi bo'ladi. Aybini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta bizda bori gapiriladi. Mana shu yonini yuvgani qo'limiz tegmadi. Mana shu faqat bitta yoni kir bo'lgan ekan. Buni endi o'zingiz uchun vanishda bitta shotka bilan yuvib olsangiz bo'laveradi. Bu mo'yshi material bo'ladi. Burchakda ham bunaqa tokchalari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Holatlari yaxshi bo'lib turibdi. Materialni yirtiq bir nimasini ko'rmadim. Balqib ketgan joyini ko'rmadim. Mana bu bakovi toza turibdi. Faqat u bakovi ozgina kir bo'lgan. Endi bu ketar dilda xira qiladigan narsa emas. Mashinasi esimizdan chiqib qolib yuvib qo'yish. Hop, bunimizning narxi Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'lgan holatda 3 million 200 ming so'mga berib yuboramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 3 million 200 ming so'm. 5 talik bo'ladi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 talik narsa bo'ladi. Xoni ham eng kattasidan. Mana qarasangiz boshdan oxirigacha bemalol yetyapti. Kamchiligi yo'q, ikkita pufigi bor. Eng qizig'i, narsa aytishimdan chiqib qoldi. O'tirg'ichi prujinali hammasi. Shunaqasiga prujinali. Narxini aytdim, 3 million 200 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, kutaman. Telefon raqamini bo'lsa oxirida qoldirib o'tamiz. Italiya davlatida ishlab chiqarilgan stenkamiz. O'ta chiroyli holatda. Oyna polkalarida kamchiligi yo'q, hamma yo'g'i joyida. Adashmasam 320 bo'lardi. Bu Italiyasi Toshkentdagi 320 bo'ladi. Endi buni necha bo'lishi meni esimda yo'q. Chunki anchadan beri olib kelganimiz yo'q edi. Chiroyiga o'zi ham bitta baho berib o'tib ketasizlar. Ishlar nima deyapti? Hop, bunimizning narxi Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'lgan holatda 2 million 200 ming so'm. Butun vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaversa, narxi 2 million 200 ming so'm. Hattoki oynalari ham qo'l kesmaydigan qilingan. Endi ben Italiyada ishlaydi-yu. Mana aynada gullari ham aynada o'ziga chizilgan bular. Mana nima deydi, o'yib chizilgan. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, shkafimiz 3 eshikli. Yaxshi holatda, tepasini addini tumba qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, bu addini bo'ladi. Ya'ni alohida bo'ladi. Bu tomoni polka qatori. Ikkita tortmasi ham bor, ochilib yopilishlari kamchilik muammo yo'q. Ochilib yopilishlari yaxshi. Bu tomoni bo'lsa ilga, ya'ni ishga kiyiladigan bo'ladi, qo'shimcha bosh kiyim qo'yishlik uchun polka. Bu stollarimizdan ham bor, aloqaga chiqaverasizlar. 100 mingdan skidka qilib berib yuboryapmiz. Skidka qilib berib yuboryapmiz uni. Hop, bu shkafimiz narxini 800 ming qo'ygandik. 700 ming so'mga aloqaga chiqaverasizlar. 700 ming so'mga adashmasam 800 ming qo'yadi. Endi nima bo'lsa ham 700 mingga aloqaga chiqaverasizlar. Arziydi, yo'qmi kommentariyada o'zi ham fikrlarni qoldirib ketinglar. Kutaman, xursand bo'laman. Xo'p, chet davlatda ishlab chiqarilgan, adashmasam Belorussiya bu. Spaniya komplektimiz. Spaniyasi hattoki alohida bo'ladi. Tumbichkalari, trimolari alohida mavzu bo'ladi. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Polirovni o'zingiz aksingiz ko'raverasiz. Hop, bu tomoni kalta kiyimlar uchun qo'shimcha vishelka. Bu murskoy bo'ladi. Murskoy tomon bo'ladi. Bu polkasi, 3 tadan tortmalari. Hop, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta polkasi bo'ladi. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Buni ham tepasi addinli bo'ladi. Alohida bo'ladi. Boshqa joyga qo'ysangiz ham bo'ladi. Tumba hisobida xohlagan maqsadingizga ishlatsangiz bo'ladi. Hop. Bu tomoni katta kiyimlar, ya'ni uzun kiyimlar uchun. Ayniqsa ayollar kiyimi uchun shilka bo'ladi. Ichki holatlari ham chiroyli bo'lib turibdi. Bunimizni
Chiroyli bo'lgan trimosi. Qopmalari ishlaydi, ochilib yopiladi. Eng zo'r fishkasini ko'rsataman, bitta o'zing baho berasizlar. Tayga bitta baho beringlar. Taylari temir bo'ladi-yu. Bu bosh tomon bilan oyoq tomoni ham chiqadi. Bosh tomonlar alohida bo'lib chiqadi. Uyga olib kirib chiqish o'ta qulay bo'ladi buni. Tumbasi ham unaqa kichkina emas, kattagina tumbada. Buni ham materiali qoplanmagan, radnoy bo'lib turibdi. Hop, razmeriga keladigan bo'lsak, 90 ga uzuni 2 metrga yaqinda, 1.90 dan oshiq 2 metrga yaqin. Kami 1.90 bo'ladi endi. Ichkalari. Hop. Bunimizning narxi 4 million so'mga. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul 4 million so'mga. Hop, trimosning oynasigacha radnoy almashmagan. Yana bitta telefon qilsam, yana to'liq ma'lumot berish. Menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Yana bilmadim. Oyoqlari ham splashnoy, ya'ni xalq tilida yoppa oyoq deyiladi. Zo'r bo'lib turibdi. Mana eng qizig'i temir mashinasi. Temir. Bolalar ustiga chiqib o'rg'isa ham ishtima qilmaydi-da. 4 millionga arziydimi, hurmatli kuzatuvchilar? Hop, Italiya davlatida ishlab chiqarilgan shkafimiz. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Italiya baribir chiroyli ishlayapti, hurmatli kuzatuvchilar. Ichiga bitta baho bering. Oppoqligini qarang buni. Vishilkalari ham bor. Holatda turibdi. Chuqurligini tasavvur qilishingiz uchun bir qarich, 2 qarich. 45 dan oshiqda, где-то 50 bor. Yuzlari polironli. Italiya chiroyli ishlayapti. Bitta, ikkita, 3ta polkasi bor. Holatda turibdi. Bu tomoni ham vishilka. Oppoqligini qaranglar buni. Eng qizig'i bu bolt yakada bo'ladi, polni. Hali o'zimizga o'xshab samarasi xatirlagan bo'lmaydi bunda. Hop, bunimiz narxi hop 1 million 800 ming so'mga beramiz. Albatta bu dastavkasidan tashqari 1 million 800 ming so'm. Dastavka kelishilgan holatda buni endi 100 yaqin uzoqligiga qarab gaplashilaveradi. Aloqaga chiqarsa, shopirlar va arzon qilib, sifatli qilib, ya'ni asosiy sifatli qilib tashlab berishadi. Aloqaga chiqarsa 1 million 800 ming so'mga arziydimi, yo'qmi kommentariyada o'zlaringiz izohlangan qoldiringlar. Yaxshi narsalarga, naqshlariga ham o'z alohida e'tibor berilgan. Hop, javonimiz yog'ochli javon hisoblanadi. Endi 100% yog'och olmaydi-yu, asosiy joylari yog'och. Tepasi dispi, yonida dispi bo'ladi, qolgan joyi yog'och bo'ladi. Hop, bunimizning narxi 250 ming so'm. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Telefon raqamini o'sha oxirida qoldiramiz. Hop, tunjichkamiz 200 ming so'mga berib yuboramiz. Alohida bir donali spannilarimiz. O'sha Ruminiya davlatida ishlab chiqarilgan nom medalyon. Bu haqiqiy legenda, chunki 60-yilda pastda ishlab chiqarilgan bo'ladi bular. 90 ga uzuni 1.90 bo'ladi. Antikvariga ham kiradi, rashli. Yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Bu taklanadi ham. Temir kras singari taklanadi. Agar buni jupligi bo'lganda men qana sotishni o'zim bilaman. Endi bu bir dona. Hop, narxi 700 ming so'm. Bu Damasga ham sig'adi, taklanadi, aloqaga chiqarasizlar. Hop, alohida kravatlarimiz donalilar 500 ming so'mdan tanlab olishga ikkovsi. Hop, bunisi 86 ga uzuni 1.90, bunisi 82 ga uzuni 1.95. Hop, bunisining tayi temir qo'yilgan, o'zimiz qo'ygan Sovet mahsuloti bo'ladi. Matraslariga ham ishonchli. Bu o'zimizning vodiy matraslari, Toshkent matras bular. Bunisining tayi DSP bo'ladi. Hop. Narxi 500 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Telefon raqamlarimiz 91 681 94 19. Qaytaraman, 91 681 94 19. Ismim Ulug'bek, aloqaga chiqib olasizlar. Aloqada o'zim bo'laman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.